Zilol qizim, asal qizim, sen o'ylab kuyib o'tiribman, shu meni zilolimmi yo'qmi? Seni tuqqanimda dunyo qorong'i bo'lib tug'ilgansan. Hammani quchoqlagim kelib ketgan. Tirildim, Xudoga shukr deb, shu qizim tug'ildi deb. Adang oynalarni ochib sovuvda qizimni ko'rsating deb hamma havasi kelgan. 10-farzandini shunaqa adasi shunaqa bolammi deyapti deb. Bansadan chiqqanlaringda chiqyaptimi? Xotinim qani, bolam qani deb o'tirgan. Hamma mo'ralab o'tirgan. Bansa deya kusherkali. Qanaqa ota ekan, 10-sini shunaqa qanaqa bansadan chiqaradimi? San deb yuragim yomon bo'lib o'tiribdi. Mana shu tugum bo'lib o'tiribdi. Shu sanmisan yo'qmi deb oilangga qarshi qanaqa qilib ketyapsan? Qanaqa qilib aldanyapsan? Shu Umar Aliyev, Abdurahim, Qurbonov, Sindur, keyin prokuror. Qanaqa qilib ularni farzandi yo'qmi bolam? Sen shunchalik aldab oilangga qarshi ketyapsan. Keyin shunchalik turpoqlarni ko'rgansan birga ishlab. Turpoqlarni yutib, changlada, suvlarda noxos bo'lib, sen borib tozalab kelarding. Endi nima qilasan uylarida? Bu akangning uylari, ikkita akangning uylari seni oydek qilib boqib, nima kerak bo'lsa, Zilol nima Turkiya borasanmi, toqqa chiqasanmi deb mehrini bergan, nonini bo'lib bergan, kelajakda hammasi muhayyo qiladigan akang bor edi-yu, birovlarga o'zing ishonding. Qanaqa qilib bu bolani orttirding?